Birodarlar, bir vaqtida bir Novvoy o'tgan ekanlar. Novvoy aytar ekanlarki, bir Shayx Shiblin degan avliyo o'tgan ekanlar. Shu Shayx Shiblinni bir o'sha odamni mehmon qilsam deb niyat qilgan ekanlar. Bir kuni Shayx Shilbin eski ishtivoshda Novvoyxonaga kelibdilar. Kelib, "Ey birodar, menga yetimlaringizga ihson qiling" desalar, "Yo'qol gada, senga bermayman" debdi. Bir pasdan keyin birodar aytdiki, "Shayx Shiblinni orzu qilardingiz, birodar. Hozir keyin odam Shayx Shiblin dedilar" debdi. Shunda Novvoy yugurib orqasidan boray, "Birodar, siz tanimabman, kechiring. Ertaga borsangiz bir ot so'yib xudoy qilaman" debdi. Shayx Shiblin avliyo ekanlar, "Xo'p, bo'pti, boraman" dedilar. Shunaqa yo'l kelsalar, haligi Novvoy ot so'yib xudoy qildi. Ot so'yib xudoy qilgandan keyin Shayx Shiblin ma'ruza qildilar. Shunda bir kishi aytdiki, "Ey Shayx Shiblin, do'zaxi odamlar jannat odamlar ajati bo'ladimi?" desa, "Bo'ladi" dedilar. Kim do'zax qilsa, mana shu Novvoy do'zaxi dedilar. Ha sizga ot so'yadi-yu, do'zax bo'ladimi desa, "Men bitta bandaman" dedilar. "Menga ot so'yguncha Xudoning yo'lida so'ysin" degan ekanlar. Bundan maqsad har bir mehnat qilgan odam Xudo uchun qilamiz. Berga kelib mana to'plab juda katta rahmat. Qilgan mehnatlaringizda qo'rqmanglarki, men mehnat qo'ydimmi, birov ko'rmaydi. Alloh taolo hammani mehnatini, hamma qilgan ezgu niyatini ko'rib turadi. Alloh taolo hammani mehnatini, hamma qilgan ezgu niyatini ko'rib turadi. Bu qilingan narsamiz bir necha yillargacha sizni bizlardan nomimizdan qoladigan bo'ldi. Shuning uchun mana qishlog'imizdagi bo'ylarimiz, kambag'allarimiz, o'rta hol dehqonlarimiz hammalaringizni Alloh uzoq yillar sog' salomat qilsin. Mana shunaqangi mehnatni qilib hech kimga bildirmasdan pinhona Xudo uchun mehnat qilgan odamlar qishlog'imizda juda ko'p ekan. Shulardan 4 talari nomini esdan bo'ladi. Bittasi Medan millatda Admon ekan, Ashottir aka, yana bitta usta akamiz bo'llar, Ortiqo'y akamiz, usta Abdurahim akamiz. Mana shular va'da pirodda o'sha hoji akamiz boshliq, bir moji boshliq o'shida suvni mana sheygacha qishloqgacha yuvartirdi. Biror odamga maqtangan yo'q shular. O'sha suv mana shu va'da pirodlar orqali kelib turibdi birodarlar. Pullari ham bor, motorlari ham bor, birovga aytmaydi ham, hisobilloh xalqimiz uchun xizmat qilyapti. Shuning uchun qo'llaringdan kelgancha qancha xizmat bo'lsa Xudo uchun qilsak, albatta yaxshi bo'lar ekan. Sotlarimizdan var, hem bir imkaniyatımız var. Çünkü nima muddaomiz bo'lsa bir-birimizga kelishga hozir siz ham biz ham bir kun shaqab o'tamiz. Shuning uchun qo'llarimdan kelgancha bir-birimizni duo qilib, orqamizdan g'iybat qilmasdan, bir-birimizga gapimiz bo'lsa bemalol yuzimizga eshitishga o'rganaylik. Mana shu yerda oddiy sho'rva bo'ladi, yo polo bo'ladi. Mana shu yerda ham shu arzimagan narsaga o'zimiz xo'rlab qo'yadigan hollar bo'lyapti. Bitta birodarimiz Ahmadjon akamga yarim kilo go'shtni yetim non berdi o'pdi. Ammo men xursand bo'ldimki, shu menami encha ko'zim ochildi, o'sha ham katta nima bo'lmasa ham yaxshi ish olsa kerak-ku. Lekin o'shani meni betimga essa yaxshi bo'ladi. Chunki rahmat, yana bitta narsani aytdim birodarlar. Men qancha umrim qachongacha bo'lsa shu qishloqda xalqim meni boqasizlar, qayerga bo'lsam qochib ketasizlar ham. Buni ham bana aytib qo'yaman. Bu Ahmadjon akam o'zi tinchlik qiladi. Sizlar boqasizlar meni Allohning yo'li bilan. O'shaning uchun bitta ham nom aytsam, uni darrov aytmanglar, u yomon bo'ladi. Avvalambor qo'limni ko'tarib ketishim mumkin şeydan hech sog'am yo'qdi bu. Shunaqa gapni tarqatishlik bitta katta oqsoqol odam aytdilar. Oqsoqollardan bitta yashar go'daf olam aytibdi. Ha bu men uchun qiziqmayman, bunga achiyman kelmaydi. Chunki meni dadam shu qishloqqa qo'ldan kelgancha xizmat qilgan ekanlar, men ham o'lgunimcha xizmat qilaman. Uraslarmi, so'kaslarmi, beraslarmi, bermaysizlarmi bunga xafa bo'lmayman. Ammo shuni gapirgan odamga aytinamanki, meni encha gunohim o'tib ketdi odamga. O'sha gunohga qizg'anyapman xolos. Har kim o'z gunohini, o'z savobini o'zi ko'tarsa yaxshi bo'ladi. Shunaqangi orqa-baran gap qilmasdan bir-birimizni ko'rganda to'g'rima-to'g'ri birimizga esa yaxshi bo'ladi. Endi hal etganda ikkilar murab saylandi, mana ikkilar. Chunki ular hukumat ishlayotgan odamlar, hammamiz gunoh bo'lib, yurtimizni obod bo'lishini, amin. Amin.
can olsun. Size kulaklarınıza böyle olsun. Deneyim günah olayla. Allah-u Teala hamma dertmenden derdiga şifa versin. Kesalarımıza iman versin. Yoshlarga Allah uzun ömür versin. Hammalarimiz baxtli, saodatli bo'linglar. Kelasi yillargacha hammamiz sog' salomat bo'laylik. Yetakchilarimizga Alloh baraka bersin. Obro'mizga ham baraka bersin. Kimki yetakchi qilgan bo'lsa Alloh taolo ularning yo'llarini yorib qilsin. Kelasi yillarda hammamiz sog' salomat bo'lib, mashalarga bir yaxshi bizdan el qatori mashlarni qurib, keta jomi-jon bo'lib namozlarni o'qiydigan kunlarda Alloh taolo hammamizga yetkazsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatika ya Alloh.